Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Umralarga ketmoqchi bo'lgan, ayni xojona bo'lib kelgan opa-singillarimizga ustunligi ko'ning nima deyapti? Opajonlar, mana qo'llarini qaranglar, fasollarni qaranglar. Turetskiy yaxshi Istanbul shtapilidan tikilgan, kачестволari zo'r, cho'ntaklari mana shunaqa chuqurgina zo'r cho'ntaklar bilan tikilgan. Asal ko'ylaklarimiz ko'rmasanglar bo'lmaydi. Ketdi opajonlar, yaqinroqdan ko'rsatamiz. Mana bu rasvetkani asalligini qaranglar. Siniyga qizil juda ko'pchilik bu rasvetkani sevadi. Mana tumalari rabochiy, cho'ntaklari rabochiy. Yashilga qizil gul qora nima deyapti deysizlar opalar. Sal uzoqdan ko'rsatsangiz, mana yaqinroqdan ko'rishadi buni. Opajonlar ustimdagi oq qora skromniy umraga borishlarga zo'r variant. Qora kiymayman qizim, qorani yomon ko'raman degan opajonlar uchun sinisini ham olib kelib qo'ydik. Yaqinroqdan gullarini ko'ringlar. Atigi 250 mingdan 48 dan 58 opa-singillarimiz uchun keladigan